Ushbu videoda favqulodda holat uchun rejangiz va ushbu reja uchun Ready Now ilovasidan qanday qilib foydalanishga doir ba'zi maslahatlar bilan o'rtoqlashamiz. Ayni vaqtda barcha muhojirlar ularning maqomidan qat'iy nazar hibs yoki deportatsiya xavfi ostida bo'lib, o'zlarining favqulodda holatlardagi rejalarini tuzishlari zarurdir. Agar ICE tomonidan ushlanganingizda oldindan rejalashtirish sizga o'zingizni, farzandlaringizni, uyingizni, pulingizni va buyumlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Favqulodda holat rejasini tuzish ICE tomonidan hibsga olinishingizni anglatmaydi. Biroq rejaga ega bo'lish bu xavfsizlik chorasi bo'lib, hibsga olinganingizda oila a'zolaringiz va yaqinlaringizni xabardor qilishga yordam beradi. Hibsga olinganda yoki deportatsiya qilinganda bunday rejalashtirish farzandlaringiz va uyingizni himoya qilishga yordam beradi. Barcha shaxsiy ma'lumotlar va hujjatlarni to'plash orqali tayyorgarlik ko'ring. Har bir hujjatning aslidan nusxa ko'chiring va ularni bitta jildda saqlang. Hujjatlarning asl nusxasini uyning xavfsiz joyida saqlang. Qanday hujjatlarni olib yurish kerakligi haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, ICE faoliyati davomida qanday qilib xavfsiz qolish mumkin nomli videomizni tomosha qiling. O'z tilingizdagi videoni bu yerdan toping. O'zingiz ishongan 1-2 kishini favqulodda vaziyatlarda bog'lanadigan kontakt sifatida qo'shing. Bular hibsga olinganingizda yoki deportatsiya qilinganingizda qo'ng'iroqqa javob beradigan yoki istaklaringizni amalga oshiradigan odamlardir. Favqulodda holatlarda bog'lanadigan kontaktlaringizdan kamida bittasi barqaror immigratsiya maqomiga ega bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Ishonchli do'stlaringiz yoki oilangizdan ICE tomonidan hibsga olinganingizda xabar yuborish uchun ularning telefon raqamidan Ready Now ilovasida favqulodda kontakt sifatida foydalanishingiz mumkinligini so'rang. Ready Now ilovasi bir tugmani bosish orqali favqulodda, ishonchli kontaktlarga matnli xabar yuborish uchun mo'ljallangan. Ilova ICE yoki huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan hibsga olinishi mumkin bo'lgan muhojirlar uchun mo'ljallangan. Ready Now ilovasi Human Rights First tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, uni telefoningizga bepul va xavfsiz yuklab olishingiz mumkin. Ilova ingliz, ispan, koreys, fransuz, kreol, xitoy, arab, dari va pashto tillarida mavjud. Boshqa tillar uchun ingliz tilini tushunadigan do'stingizdan yordam so'rang. Ready Now ilovasiga quyidagilarni kiritish kerak. Sizning A raqamingiz, bolalaringizning A raqamlari va siz bilan yashaydigan qaramog'ingizdagi boshqa shaxslarning A raqamlari. Ready Now ilovasiga quyidagi ismlar va telefon raqamlarini yozing. Advokatingiz, agar bo'lsa, favqulodda holatlarda bog'lanadigan kontaktlaringiz, farzandlaringizning maktabi yoki bog'chasi, shifokorlaringiz va farzandlaringiz shifokorlari va ish beruvchingiz. Quyidagi singari boshqa muhim ma'lumotlarni yozishingiz mumkin. Masalan, agar siz, farzandlaringiz yoki qaramog'ingizdagi shaxslar kasal hamda dori vositalariga muhtoj bo'lsa, kerakli dori vositalarini bu yerga kiriting. O'zingiz, farzandlaringiz yoki qaramog'ingizdagi shaxslarning tibbiy sug'urta kartasidagi raqam, ishonchli vakilingizning ismi va telefon raqami, agar shunday vakil bo'lsa. Agar bunday shaxs bo'lmasa, advokat bilan gaplashing. Farzandlaringiz maktabi, bolalar bog'chasi nomlari, o'qituvchilar ismlari, xona raqamlari va olib ketish vaqtlari. Shundan keyin smartfoningizga Ready Now ilovasini yuklab oling. Ilovani yuklab olishda yordam kerak bo'lsa, biror kishidan yordam so'rang. Ilovani Apple Store'dan yuklab olish uchun quyidagi havola orqali o'ting. Ilovani Google Play'dan yuklab olish uchun quyidagi havola orqali o'ting.